Növbətdə mən ataqlıq rejissor Küraş Rəcəb işləyən Təbiət muqamının Cula mərğulini öyrətməkçiman. Buningdagi hərəkətlər asosan biz bugun va bugunga qadar o'rganib kelayotgan harakatlardan tarkib topgan bo'lib, meningcha tezla o'rganib keta olasiz. Etak ko'tarib sahnaga chiqqandan keyin ko'krak salimi beramiz. Ondan oldiga bir qadam ilib, yenik jilva qilamiz. Qaychi qadam harakatini 6 qitim o'rindaymiz. Yana bir qitim qadam tashlab, bo'yin atamiz. Mixchi shaklda sipab cho'klaymiz. Ilmak qo'l harakatini jup qadam bilan o'rindaymiz. Taq qadam harakatini beg'ish aylantirish bilan birlashtiramiz. Ondan tabassum bilan bo'yin atamiz. Kayniga ushaq qadam ilib yuramiz. Mok qadam harakatini ishlaymiz. Shax cho'glash. Bir yoki ikkini o'z o'qimizda piqrab, tizlarni tutgan holda yerim o'ltiramiz. Etaklarni ko'tarib, kaynimizga ushaq qadam tashlab yuramiz. Yana bir qitim o'z o'qimizda sipab cho'glash harakatini ilib boramiz. O'ng va so'l tarafga yon tirma qadam harakatini qo'l harakatlari bilan birlashtirib, ondan yan terakda o'z o'qimizda aylanamiz. Mo'ka qadam harakatini qaytlaymiz. Ondan etakni ko'tarib aylanamiz. Yan tirama qadamni o'ng va so'l tarafga ilib, ondan bir aylanamiz. 2 qitim takrorlaymiz. Kayniga ushaq qadam bilan yurib, oxirida shax cho'gilab, etakni ko'tarib tugitamiz. Qina amsa, menga agishib yana bir qitim sinab beqing.
Bugungi dars mush yergacha bo'lsin. Ko'ngil qo'yib ham yoqtirib o'rganganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Hamsa, kelarki soatlik darsda ko'rishaylik.